o'zimizga qanday munosabatda bo'lsak, o'zimizni qanday hurmat qilsak, atrof uni ko'rsatib beradi. Ya'ni agar men o'zimda ichimni doim qadrsizlantirsam, o'zim yomon gaplar bilan tanqid qilsam, meni atrofda hamma tanqid qiladi. Men o'zimga taqiqlasam, qo'limdan kelmaydi, eplay olmayman desam, atrofdagilar xuddi shuni qaytaradi. Hech qachon muammo tashqi dunyoda bo'lmaydi. Muammo har doim o'zimizdan boshlanadi. Biz tashqi dunyoni o'zgartira olmaymiz. Erimni, turmush o'rtog'imni, qaynonamni men o'zimni o'zgartiraman. Men o'zimdagi o'zgarishlar meni gaplashishimni, xatti-harakatimni, vaziyatlarga reaksiyamni o'zgartiradi. Va meni reaksiyam yonimdagi odamga ta'sir qiladi. Misol uchun, men sizga kulib gapirsam, siz ham avtomatik menga shunaqa munosabatda bo'lasiz, to'g'rimi? Lobat. Agar menga qovog'i misolingda недовольный gapirsam, siz ham mendagi holatga yarasha gapirasiz. Ya'ni men sizni o'zgartira olmayman, lekin o'zimning holatim orqali shunga yarasha muhit yarata olaman.